Bo'laqo, chiq. Chiqdingmi? O'rtoq. Tuzumsan. Yaxshi, rahmat. Ketdingmi o'rtoq choyxonaga? Bor. Kiyimingni alishtirib chiq. Nimaga o'rtoq? Beti yirtiq ekanmi? Tinchlikmi? Sandan ozgina terg'idi kelyapti, o'rtoq. Tushunmadim seni. Nimani tushunmaysan? Bor, kiyimingni alishtirib chiq deyapman. Gapim yoqmadimi? Menga qiyshyapsiz. Gapirmasang, gapirma. Tushunmi? Va, shunaqa jahl qilib tushib keturasanmi? To'xtab tur. Menga qara, o'rtoq. Hali boyi gapimga xafamisan menda? Ha, xafaman. Mendan xafa bo'lishdan oldin o'ylab ko'r. U gap o'zingga yetdimi yoki hammaning oldida gapirdimmi? To'g'ri tushunaman. Bunaqa vaziyat hammada bo'lishi mumkin. Balki uyingdan chiqib chiqayotgandursa, balki o'zing bilmagandursa, balkim bu kasallikdir. Lekin men seni kurudagi bolalarning oldida gap so'z bo'lib uyalib qolishingni xohlamayman. Orqangdan qaysi birdir gapirib ustingdan kulsa, men chidolmayman, de o'rtoq. Seni tushundim o'rtoq. Men bekorga sendan xafa bo'lma. Haqiqiy do'st do'stining kamchiligini hammaning ichida emas, o'ziga yetadi. Haqiqat qanchalik achchiq bo'lsa ham, borini yuzingga gapiradi. Do'stim, meni bilasan, bu aybini, kamchiligini ko'rsam, achitib bo'lsa ham yuzingga gapiraman. Seni borincha yaxshi ko'raman, do'stim. Mana shu videoni jaydari borligicha yaxshi ko'radigan o'rtoq jo'natib qo'ying. Jigar, boringga shukr. Har qanday holatda nima bo'lishidan qat'iy nazar, bilasan-ku, men seni yoningdaman.